va dolzarb yangiliklar bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Vladimir Putin ishining salbiy tomonlari haqida gapirib berdi. Qurolli qushchalar O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan dronlar haqida. Tramp 3-muddatga saylanmoqchi emas, uning vorisi kim? Kim Chen In tanklarini yangilamoqchi. Britaniya Rossiyaning ehtimoliy hujumiga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Dinozavrlar davridagi do'zax chumolisi namunasi topildi. Vladimir Putin ishining salbiy tomonlari haqida gapirib berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uning ishida ish ko'lami ortib ketishi va yaqinlari bilan muloqot qilishga vaqti kam qolishi bilan bog'liq salbiy tomonlari borligini tan oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, ba'zida uning ish kuni tunda tugaydi. Vladimir Putin voris haqida gapirar ekan, Rossiyada rossiyaliklarning ishonchini qozonadigan bir nechta odam paydo bo'lishi kerak. Shunda xalq tanlovga ega bo'ladi deb aytdi. Xalq ishonchiga ega bo'lmagan odamning jiddiy ish qilish imkoniyati bo'lmasa kerak. Bu mutlaqo prinsipial masala. Shuning uchun men bu haqda o'ylaganimda va bu haqda doimo o'ylayman. Albatta, mamlakat fuqarolarining bu ishonchini qozona oladigan odam, yaxshisi bir necha kishi paydo bo'lishi kerak deb o'ylayman, dedi Putin. Uning so'zlariga ko'ra, yangi hududlarga ega bo'lgan Rossiya aholisi hali hisoblab chiqilmagan. Hozir bu taxminan 150 million kishi. Davlat rahbari mamlakat salohiyati demografiyada ekanligini va mamlakat kelajagi shunga bog'liq ekanini aytdi. Bundan tashqari Putin 150 million kishi Rossiya uchun yetarli bo'lmagan ko'rsatkich ekanligini qayd etdi. Qurolli qushchalar O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan dronlar haqida. Geosiyosiy maydondagi o'zgarishlar, o'zaro kelishilgan o'yin qoidalarining devalvatsiyasi hamda tobora kuchayib borayotgan nizolar o'zi mavjudligi haqida qayg'urgan har qaysi davlatni harbiy salohiyatini kuchaytirish haqida jiddiy o'ylashga majbur qilmoqda. Global kuchlarning manfaatlari to'qnashgan mintaqa yuragi O'zbekiston ham mustasno emas. Uchuvchisiz uchish qurilmalarini ishlab chiqarish mamlakat mudofaa sanoatining muhim tarmoqlaridan biridir. Bu bilan bir nechta korxona hamda markazlar shug'ullanib kelmoqda. Qayd etilganidek, Lochin uchuvchisiz uchish qurilmalari oilasini tamsil etuvchi umumiy nom hisoblanadi. Lochin HA-341 modeli kuzatuv, razvedka ma'lumotlari to'plash kabi vazifalarni bajaradi. 3.54 mm, 2.6 mm hajmdagi dron vertikal ravishda ko'tarilib, 120 daqiqa davomida havoda qolishi, 50 km masofaga uchib borishi mumkin. Parvoz balandligi 4,5 kilometrni tashkil qiladi. Bundan tashqari qurilmani hujumkor missiyalarda ham qo'llash imkoni bor. Lochin Z141 modeli esa uning biroz torroq doiradagi missiyalarga mo'ljallangan versiyasi hisoblanadi. Lochin HP352 bundan oldingi ikki modeldan kengroq imkoniyatlari bilan farqlanadi. U 10 soat davomida havoda qolishi, 22 kg foydali yuk bilan 150 km radiusda jangovar topshiriqlarni bajarishi mumkin. Talablarga qarab qurilmaga elektr hamda ichki yonuv dvigatellarini o'rnatsa bo'ladi. Uning o'lchamlari 3,1, 5,4 mm ni tashkil qiladi. Mazkur oilaga mansub yana bir dronni gibrid qanotli raketa deyish mumkin. Sababi u turboreaktiv dvigatel yordamida parvoz qiladi. Bu unga o'z tezligini 400 km/soatgacha oshirish imkonini beradi. Uning nomi Lochin VMI-1 bo'lib, havo mudofaa tizimlari uchun soxta nishon sifatida qo'llashga mo'ljallangan. Biroq ayrim kichik o'zgartirishlar bilan kamikadze dronga aylantirish imkoni ham bor. Ammo katalog shu bilan cheklanmaydi. Havo razvedkasini olib borish uchun mo'ljallangan Lochin HA-241 modeli hamda Burgut seriyasiga mansub 4 turdagi dronlar ham mahalliy ishlab chiqarilmoqda. Bayraktar TB2 kabi dronlar keng spektrdagi vazifalarni bajarishi bilan mashhur, ammo ularni ishlab chiqarish, boshqarish uchun yuqori xarajat talab etiladi. Qolaversa, yirik hajm bu turdagi qurilmalarni havo mudofaa tizimlari uchun o'ljaga aylantiradi. Shu bois harbiylar uchun, ayniqsa yuqori intensiv urush sharoitida oson ishlab chiqariladigan, ko'p chiqim talab qilmaydigan dronlar kerak. Bu xalqaro trend. Jayra mazkur chaqiriqqa javob hisoblanadi. Uni rasman HAVZG9 deb atashadi. Kamikadze dronlarga qaytsak, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan X1 modeli 50 km, X2 esa 100 km masofadagi nishonlarga zarba bera oladi. Birinchisi dushman jonli kuchi yengil zirhli transport vositalariga qarshi mo'ljallangan bo'lsa, ikkinchisi yanada yirikroq nishonlarni zararsizlantirishda samarali hisoblanadi. Elektr dvigatel ularga tezligi 120
120-130 km/soatgacha oshirish imkonini beradi. Umuman olganda dronlar harbiy fanda inqilob yasadi. Harbiylar uchuvchisiz uchish apparatlarini an'anaviy qurol aslahalariga integratsiya qilish orqali salmoqli yutuqlarga erishish, eng avvalo insoniy talofatlarni kamaytirish mumkinligini yaxshi anglab yetdi. Bu esa ularni zamonaviy urushlarda yangi voqelikka aylantirdi. O'zbekiston ham o'z xavfsizligini mustahkamlash uchun bunga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Mudofaa sanoat agentligi tasarrufidagi korxona va ilmiy markazlar xorij davlatlari bilan hamkorlik bilan bir qatorda ichki imkoniyatlarni ham ishga solmoqda. Tramp 3-muddatga saylanmoqchi emas, uning vorisi kim? AQSh prezidenti Tramp 3-prezidentlik muddatiga nomzodini qo'yish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqidagi ma'lumotni rad etdi. Bu haqda Oq uy rahbari NBC News'ga bergan intervyusida so'z ochdi. Men 8 yillik 2 muddatli prezident bo'laman. Men har doim buni juda muhim deb hisoblaganman, degan Tramp. 78 yoshli Tramp avvalroq AQSh prezidenti lavozimida 3 yoki hatto 4 muddat qolmoqchi ekani haqida hazillashmayotganini aytgandi. Biroq keyinchalik u o'z bayonotlarining maqsadi ommaviy axborot vositalarini soxta yangiliklardan tozalash ekanligini aytdi. Joriy yilning 2-may kuni esa Floridadagi qarorgohida yozib olingan intervyusida Tramp 2-muddat tugagandan so'ng prezidentlik lavozimida qolish imkonini ko'rib chiqishni so'ragan odamlardan ko'plab iltimoslar bo'lganini aytgan. Qanchadan qancha odamlar shunday qilishimni xohlashadi, ammo bu men qilmoqchi bo'lgan ish emas, degan Amerika rahbari. Tramp keyingi saylovlarda AQSh prezidentiga Respublikachilar partiyasidan kim da'vogarlik qilishi mumkinligi haqidagi savolga 10-15 kishi borligini aytib, o'zining ehtimoliy vorislari borligini, xususan vitse-prezident James David Vance yoki davlat departamenti rahbari Marco Rubio bo'lishi mumkinligini aytgan. Kim Chen In tanklarni yangilamoqchi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Koreya xalq armiyasi qisqa vaqt ichida zirhli texnikalar parkini yangilashi kerakligini aytdi. Qayd etilishicha, davlat rahbari harbiy texnikalar bilan tanishish chog'ida tanksozlikdagi yutuqlarni qayd etib ishlab chiqarishda ikkinchi to'ntarishni amalga oshirishga chaqirgan. Kim Chen In o'tgan asrdagi quruqlikdagi qo'shinlarimiz zirhli texnikasini eng yangi tanklar va zirhli mashinalarga almashtirish, qurolli kuchlarni qurish va quruqlikdagi qo'shinlarni modernizatsiya qilishda eng muhim masala ekanini ta'kidladi, deyiladi xabarda. Kim Chen Inning qo'shimcha qilishicha, texnika ishlab chiqarishda tanklarning zamonaviy urushdagi vazifasi va rolini aniq ifodalash va bilib olish kerak. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda jangovar harakatlarni olib borishning subyektiv va obyektiv shartlari o'zgargan. Britaniya Rossiyaning ehtimoliy hujumiga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Buyuk Britaniya Rossiya tomonidan ehtimoliy harbiy hujumga qarshi tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Bu haqda The Telegraph nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Britaniya hukumatı so'nggi marta 2005-yilda yangilangan harbiy favqulodda holat rejasi, milliy mudofaa rejasining yangilangan variantini ishlab chiqmoqda. Mazkur reja agar Britaniya dushman tajovuziga uchrasa, mojaro boshlangan dastlabki kunlarda hukumatning qanday harakat qilishi kerakligini belgilab beradi. Maxfiy hujjatda urush e'lon qilinish holatida hukumatning javob choralari Vazirlar Mahkamasi a'zolari va qirollik oilasini himoya qilish uchun mo'ljallangan bunkerlardan qanday foydalanish, temir yo'l va avtomobil yo'llari, fuqaro floti, pochta va telefon tarmoqlari, ommaviy axborot vositalarining ishlash tartibi hamda zaruriy resurslarni jamg'arish bo'yicha chora-tadbirlar bayon etiladi. Shuningdek, rejada mojarolar boshlanishining bir nechta ssenariysi keltiriladi. Ular orasida odatiy va yadroviy raketalar bilan to'g'ridan-to'g'ri hujum, shuningdek, ilk bor batafsil ko'rib chiqilayotgan kiber urush ssenariysi ham mavjud. The Telegraph nashriga ko'ra, ushbu reja yaqin 10 yilliklarda ommaga oshkor qilinmaydi. Bunga parallel ravishda Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Jon Heyli ilgari konservativ partiya davrida armiya yetarlicha moliyalashtirilmagan va harbiy qudrat ancha susayganini tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, Britaniya so'nggi yillarda faqat cheklangan harbiy operatsiyalarga tayyorlangan, biroq to'liq urush holatiga tayyor emas. Agar biz urushga tayyor bo'lmasak, dushmanni ham to'xtata olmaymiz, dedi u. Dinozavrlar davridagi do'zax chumolisi namunasi topildi. So'nggi tadqiqotlar natijasida Braziliya muzeyi kolleksiyasidan fanga ma'lum bo'lgan eng qadimgi chumoli namunasi aniqlandi. Bu ibtidoiy chumoli 113 million yil oldin dinozavrlar davrida yashagan. San-Paulo universiteti zoologiya muzeyi xodimi Anderson Lepeka 2024 sentyabr oyida universitet zoologiya muzeyida saqlanayotgan qazilma kolleksiyasini o'rganayotganda g'ayrioddiy namunaga duch kelgan. Braziliya muzeyi toshga aylangan hasharotlarning dunyodagi eng yirik kolleksiyalaridan biriga ega bo'lib, ular Braziliya shimoli-sharqidagi Kratadan jamlangan. Ohak toshda saqlanib qolgan va allaqachon qirilib ketgan bu hasharot do'zax chumolisi deb ataladi. 66-45 million yillar oldin yashab o'tgan bu tur bo'ri davri vakili va bugungi kunda tirik chumolilar bilan bog'liq bo'lmagan
Hadmermans kichik oilasi a'zosi hisoblanadi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, bu chumolilar o'z evolyutsiyasining dastlabki bosqichidayoq butun sayyora bo'ylab keng tarqalganini anglatadi. Kashfiyot dastlabki bo'r davrida, ya'ni muhim o'zgarishlar davrida chumolilar qanday rivojlanganini yoritib beradi. Shuningdek, u dinozavrlar davrida yashagan chumolilarning g'ayrioddiy xususiyatlari haqida ham ba'zi ma'lumotlar taqdim etadi, deydi tadqiqotchilar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.